Assalomu alaykum, muhtaram she'riyat ixlosmandlari, Kamina Nurumad Imomov yana sizlar bilan. Endi esa Xalqaro teatr kuni munosabati bilan yozilgan Teatrga tushib turing deb nomlangan she'rimni havola etaman. Teatr bu ibratxona, nasihatgo'y ota-ona, hayotga baxsh etgay ma'no, teatrga tushib turing. Kayfiyatni aylar chog', bo'lgay dardkash do'st o'rtoq, yayraysiz salomat sog', teatrga tushib turing. Ko'zgu hayotimizga, ibratdir sizga bizga, boqib turasiz izga, teatrga tushib turing. Ezgulik targ'ib etar, yurakka borib yetar, g'uborlar tarqab ketar, teatrga tushib turing. Charxlangaydir ongu sho'r, yog'iladi qalbga nur, topgaysiz rohat, huzur, teatrga tushib turing. Qani do'stim, qaydasiz, emasmisiz shaydosiz, 2-3 bor oydasiz, teatrga tushib turing. Nurmat Imomov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani. Omon bo'ling, qadrli muxlis.